Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Saxovat mavqeida joylashgan Samatov Hoji Ahmad aka xonadonlariga tashrif buyurdik. Bularniki xonadon daromadi bo'yicha loyiha paket yo'nalishida daromadlarini 20 milliondan 70 milliongacha ko'tarishga ahd qilganlar. Hozirgi kunda Hoji Ahmad aka o'zlari yo'q, ayollar bilan suhbat olib boryapmiz. Opa, kredit hisobiga shu mollarni olib kelgansizlar, ha? Hozirgi kunda nechta molingiz bor? Ikkita ena bola sog'in. Ikkita ena bola sog'in sigiringiz bor. Mana hozirgi kunda mollaringiz uje sizga effekt beryaptimi shu kredit hisobi? Shu anaqada foydalanaman. Ishlaganim yo'q, shu suti bilan ichkilik qilyapmiz. Ancha foydasi bor. Mana hashaklari ham turibdi bu yoqda. Mana mollarni joylari. Ertalab ketar ekanlar, mana ertalab ketadi. Mollar kechga keladi mana. Arqonlar bilan turibdi mana. Ertalab kelganlarni bulardi. Shu bank mahsulotlaridan opa mamnunmisiz? Yaxshimi? Yana foydalanasizmi kelajakda Xudo xolasa? Xudo xolasa yana beramiz opa. Rahmat e'tiborlar uchun.